Ramen yegani yaponskiy shirkdanga kirgandik. Opam bilan o'zbekcha gaplashib o'tirsak, o'sha ofitsiant yonimizga kelib, "Yaponiyalik emasmisan? Qaysi davlatdansan?" dedi. Keyin "O'zbekistonlikman, o'zbekman" desam, "Yaponiyalikka o'xshayotgansan, Yaponiyada bo'lmaganmisan?" dedi menga qarab. Ham ko'p yaponiyalikka и vyetnamliklarga o'xshatishadi, lekin men o'zim umuman o'xshatmayman. Men o'zim chista o'zbekka o'xshataman. Может, makiyajingiz Yaponiyani vibe'ini bergandir desanglar, yo'q. Bez makiyaj chiqqandim, chunki hozir Koreyada juda ham issiq va dim. Любой makiyajingiz oqib ketadi. Shuning uchun bez makiyaj chiqqandim. Qizlar, to'g'risini aytinglar, yaponiyalikka o'xshamayman-ku, to'g'rimi? Chista o'zbekka o'xshayman-ku mana. Qoshlarim, kipriklarim, sochlarim, hammasi o'zbekni vibe'ini beradi. Shu ob'yom berishini bitta ko'ringlar. Dahshat. Mana bu yog'iga surmaganman. Bu tarafiga 2 sloy qilib surdim hozir. Mana. Atak 1 sloy qilib sursanglar ham, sizlarda endi kiprikinglar uzun-uzun-ku, menda yo'q-da. 1 sloy qilib sursanglar ham zo'r turadi. Ham ob'yom, ham длинно beradi qizlar. Hozir nalichda bor. Zakaz berish uchun yozinglar direktdan.